Tefsiri Müyesser. En'am suresi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ey peygamber, sana bayan kılganlarımız Rabbinin razılıkıga ve cennetiga elip baradigan dağdam yoldur. Aqli bar kişilerini ibret alsın deb dalil paketlarni mushundaq ochiq bayan qildik. İbret ağucularga Rabbinin dergahida amallık yurti bo'lgan cennet ba. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. Ularning yaxshi amallarini zoyi qilvatmaydi. Ey payg'ambar, Allah kafirlarning va ularning jin shaytonlardan bo'lgan yon tayoqlarning hammasini yig'adigan qiyomat kunini asliginki, Allah ularga ey jinlar taifisidan bo'lgan shaytonlar jamoasi, sizlar haqiqatan insonlardan nurg'un kishilarni ozdurdinglar deydi. Ularning insonlarning orasidagi kafir yon tayoqlari: ey Rabbimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi dunyodagi hayotimiz oxirlashib, sen belgilgan ajalga yetdik deydi. Allah: Dozaq sizlarning qarorgohinglardir. Sizlar u yerda mangu qolasizlar. Faqatla mu'minlarning orasidagi gunohkor kishilardan Allah dozaqda mangu qolmasligini iroda qilgan kishilarla buningdan mustasno deydi. Shubhisizki, sening Rabbing barliq ishlarda va tadbirlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarning hamma ishlarini bilguchidir. Jinlardan bo'lgan shaytonlarni insonlardan bo'lgan kofirlarning ustiga musallat qilganimizdek, insonlardan bo'lgan zolimlarni qilmishlari tufaylidan bu dunyoda bir-birining ustiga shundoq musallat qilamiz va hukmron qilamiz. Ularga: ey jinlar va insonlardan bo'lgan mushriklar, sizlarga aranglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kamidimi deyilganda, ular: gunohlarimizni e'tirof qildik. Sen avatgan payg'ambarlar bizga sening oyatlaringni yetkizgan. Bizni bu kundagi uchrashishdan ogohlantirgan edi. Ammo biz o payg'ambarlarni inkor qilgan edik deydi. Aslida o mushriklarni dunyo terikchiligi aldab qo'ygan edi. Ular o'zlarining Allah'ның bir ekanligini va Allah'ның payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlar ekanligini e'tirof qiladi. Biz inson va jinlarning agar bizga payg'ambar kelgan bo'lsa, uningga agashgan bo'latdiq demasligi va ogohlantirilmay turib, hech kimning jazolanmasligi uchun ularga payg'ambarlarni avatdik. Kitoblarni nozil qildik. Biz payg'ambar avatmay turib, hech kimni azoblamadik. Her bir adamning yaxshi va yomon amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Allah ularga shu amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey payg'ambar, Rabbing bandalarning qilmishlaridan g'ofil emasdir. Ey payg'ambar, insonlarni ibodatga buyurgan Rabbing hech kimga muhtoj emas. Aksicha hamma Allohga muhtojdir. Allah keng rahmat egasidir. Agar Allah xolisa, sizlarni halok qilib etib, sizlarni xuddi boshqa bir qavmning naslidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zining amrini tutadigan boshqa bir qavmni qo'yadi. Ey mushriklar, sizlarning kofirliginglar sababli Rabbinglar sizlarni ogohlantirgan azob sizlarga cho'qim tushadi. Sizlar bu azobdan hargiz qechib qutulolmaysizlar. Badaninglar chirib, tuproqqa aylanib ketsa-mu, Allah uni asliga keltirishga albatta qodirdir. Ey payg'ambar, aytqinki: ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha ish qilaveringlar. Menmi Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha ish qilaveray. Sizlarga azob tushgan chaqda
kimning oqibatining yaxshi ekanligini bilib qolasizlar. Shu aniqki, Allohga sherik keltirib, o'ziga zulm qilgan va gunoh ma'siyatda haddidan oshqanlar hargiz Allohni rozi qilolmaydi va uning jannatiga kirolmaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chorvalardan Allah uchun bir nasibi ayri etdi. Uni yo'qsullarga va mehmonlarga xos qilib, o'zlarining butlari uchun yana bir nasibi ayirib qo'yatdi. Ularning qarashicha butlarga xos qilingan nasiba butlarga yetadi. Ammo Allohga yetmaydi. Allohga xos qilingan nasiba ularning butlariga yetadi. Ular chiqargan bu hukm nima degan qabih? Şeytan mushriklarga ekinlardan va chorvalardan Allah uchun bir nasiba, butlari uchun yana bir nasiba ayirib qo'yishni chiroyli ko'rsatgandek, mushriklarni ozdirib halok qilish va ularning dinini qalaymiqallashtirish uchun ko'pligan mushriklarga faqirlikdan qo'rqib o'z farzandlarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Agar Allah xolis edi, ular bu qabih ishni qilolmaydi. Lekin Allah o mushriklarning niyatining, amalining va oqibatining yomonligini bilganligi uchun ularning shunda qilishini iroda qildi. Ey payg'ambar, ularni o'z holiga qo'yib etgan. Ular Allah nomidan yolg'onni to'qish ishini davomlashtiraversin. Allah sen bilan ularning o'rtasida hukm chiqaradi. Mushriklar öz gumanicha bu hayvanlar va ekinlar ibodatxonaning rohiblari ruxsat bergan odamlardan boshqalarga haromdir. Bu hayvanlarni minishga qat'iy bo'lmaydi. Bu hayvanlarni bo'g'izlaganda Allohning ismi aytilmaydi dedi. Ular bu qilmishlarni Alloh nomidan yolg'onni to'qib turib qildi. Allah ularni to'qib chiqqan bu yolg'onlari uchun albatta jazolaydi. Mushriklar yana bu hayvanlarning qo'rsaqlaridagi bolalari tirik tug'ilsa, ular bizning erlarimizga xosdir. Ayollarimizga haromdir. Agar o'lik tug'ilsa, ular erlar bilan ayollari orasida o'rtaqdir. Hammaylan tang yeydi deyishdi. Allah ularni halol harom masalasida Allohning nomidan yolg'onni to'qib chiqqanligi uchun jazolaydi. Shubhisizki Allah bendilerinin işlerini o'rinlashtirishda hikmet bilan ish qilg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Nadonligi va ahmoqligidan o'z bolalarini o'ltirgan va Allohning nomidan yolg'onni aytib, Allah rizq qilib bergan narsalarni harom sanagan kishilar haqiqatan ziyon topdi. Ular to'g'ri yo'ldan ezib ketdi. Ular hidoyat topganlardan bo'lmadi. Halal haramni belgilash Allohning ishi bo'lib, Allah halal qilgan narsa halal, Allah haram qilgan narsa haromdir. Hech kimning Allah nomidan qonun turg'izish haqqi yo'qdir. Allah sizlarga bedishlik va bedishsiz bog'larni barpo qilgan. Mevalari bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarni, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anarni yaratgan zotdir. Ey insonlar, bu meyve daraxtlari meyve berganda uning meyvasidan yenglar. Meyvani yiqqan kunda uning o'shirsini ado qilinglar. Pul mol sarf qilishda, yemek ichmakda isrof qilmanglar. O'tir hol ish ko'ringlar. Chunki Allah pul molni isrof qilg'uvchilarni va o'z yo'liga ishlatmaydiganlarni yoqtirmaydi. Allah chorvalardan to'giga o'xshash ustiga yuk ortqili bo'ladigan cho'ng va egiz bo'yli hayvonlarni, qo'yga o'xshash ustiga yuk ortqili bo'lmaydigan hayvonlarni yaratdi. Allah sizlarga bu hayvonlardan halol qilib berganlarini yenglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Mushriklarga o'xshash shaytonga ergishib halolni harom qilib olmanglar. Chunki shayton sizlarga o'p-o'choq dushmandir. Allah bandalarga rizq qilib ato qilgan to'ga, kala va qo'y qatorliq chorvalar
erkek kishi bo'lib 8 turlikdir. Ular qo'ydan qo'chqar va sog'liq, o'chkidan teka va urg'ochi bo'lib jami 4 tur. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Allah qo'chqar bilan tekini harom qildimi? Agar ular ha desa, ular yolg'onchilardir. Chunki ular qo'chqar bilan tekinning hammasini harom demaydi. Yana ularga aytqinki, Allah sog'liq bilan urg'ochni harom qildimi? Agar ular ha desa, ular yanada yolg'onchilardir. Chunki ular sog'liq bilan urg'ochning hammasini harom demaydi. Yana ulardan sog'liq bilan urg'ochining qo'rsiqidagi qo'zi bilan o'g'laqni harom qildimi deb so'rag'in. Agar ular ha desa, ular yolg'onchilardir. Ularga aytqinki, agar sizlar mushundoq deyishni Allah buyurgan degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, so'zinglarni isbotlaydigan dalilinglar bo'lsa, keltiringlarchi. Allah sizlarga yana 4 turlik chorvani ato qildi. Ular tögidan erkek kishi, kalidan erkek kishidir. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkekni harom qildimi? Yoki 2 kishini va yoki 2 kishining qo'rsiqidagi botaloq bilan mo'zayni harom qildimi? Yoki Allah bu chorvalarni harom qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamda zolim odam bormi? Shubhasizki Allah haddidan eshib Rabbining nomidan yolg'on aytish va kishilarni ozdirish bilan o'ziga zulm qilganlarni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Ey payg'ambar, aytqinki, menga vahiy qilingan ahkomlar ichida o'zi o'lib qolgan moldan yoki eqitilgan qondan va cho'shqi go'shtidan boshqasini hech kimga harom ko'rmayman. Chunki cho'shqi go'shti paskinadir. Shuningdek, Allohdan boshqasining ismi aytilib bo'g'izlanib gunohga sabab bo'lgan molning go'shti haromdir. Kimki chorasizlikdan mushu harom narsalardan yeyishga majbur bo'lib kelib, chekini oshirib etmay, faqat hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Allah uni kechiradi. Chunki Allah bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Yirtqich hayvonlardan magan kishilik, yirtqich qushlardan tirnoqliq bo'lganlarning go'shtini yeyishmi haromdir. Bu hadis bilan belgilangan. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga, bizning yahudilarga to'ga va tugi qushiga o'xshagan tuyoqlari yeriq hayvonlarning go'shtini, kala va qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylardagi va yoki so'nkiga choplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qilganligimizni bildirgan. Yahudilarga xos qilingan bu haromlar ularning osiyligi tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz ular to'g'riliq bergan xabarlarimizda albatta rostchilmiz. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.